Adabiyot osmoni cheksiz va beqiyos. Bunday imkoniyatlardan foydalanish inson zehnini o'tkirlaydi, yangi oydin orzu maqsadlar uyg'otadi. Shuning uchun ham mashhur faylasuflar kitob mutolaasini inson umrining nurli chorbog'i deya atashadi. Assalomu alaykum Zukko kitobxon sahifasining aziz teletomoshabinlari. Sizlar bilan ro'ppa-rosa bir haftadan so'ng ko'rishib turganimizdan bag'oyatda shodmiz. Surat asli nurni siyratdan olur, siyrat esa ilmu hikmatdan olur. Odamdan ezgulik, muhabbat qolur, saodat sayliga savob kerakdir, ko'ngilning mayliga kitob kerakdir. Assalomu alaykum, Zukko kitobxon sahifamizni doimo kuzatib boruvchi kitobsevar yoshlar. Mana ko'rsatuvimizni ham boshlab oldik. Endi esa ishtirokchilar bilan tanishib olsak. Farruh Sultonov Karmon tumani 3-o'rta ta'lim maktabida tahsil olaman hamda O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Navoiy viloyat kengashida Yoshlar ittifoqi bosh sardor sifatida faoliyatimni olib boryapman. Namoza Muhabbat Navoiy shahar 6-maktabda tahsil olaman. Hozirgi kunda Navoiy viloyati imkon yo'nalishi sardoriman. Mana sizlar bilan ham tanishib oldik. Endi navbatni shartlarga beramiz. Birinchi shartimiz foydali she'r aytish deb nomlanadi. Bu shartga ko'ra sizlar she'rlarni ajoyib tarzda o'qib eshittirishingiz kerak. Qani unda boshladik. Erkin Vohidov O'zbegim qasidasi. Tarixingdir ming asrlar, ishra pinhon o'zbegim. Senga tengdosh Pomiru, oqsoch Tiyonshon o'zbegim. So'ylasin afros yobu, so'ylasin urg'un xati, ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Men dunyoni nima qildim? O'zing yorug' jahonim, o'zing xoqon, o'zing sulton, sen taxtu Sulaymoni, yolg'izim yagonam deymi, topilgan koshonam deymi, o'zing meni ulug'lardan ulug'imsan vatanim. She'rlaringiz uchun tashakkur. Endi esa navbatni ikkinchi shartga beramiz. Ikkinchi shartimiz ko'rsatuvimiz an'anasiga muvofiq bookmark yasash deb nomlanadi. Unga ko'ra sizlarga turli xil qog'ozlar taqdim etamiz. Ulardan chiroyli bookmarklar yasashingiz kerak bo'ladi. Buning uchun sizlarga 2 daqiqa vaqt ajratamiz. Muhabbat, odatda kitob o'qish davomida mana shunday bookmarklardan foydalanib turasizmi? Foydalanib turaman. Bu kitoblarim o'qigan joyimni topishga yordam beradi. Yaxshi. Farruh, oxirgi mutolaa qilgan kitobingiz qaysi? Odatda har kuni 2 soat kitob mutolaasi bilan shug'ullanaman. Hozir o'qiyotgan kitobim Otabek Hasanovning Liderlar kitobi. Bu kitob, bu asar kitobxonlarning dunyoqarashini, fikrlash doirasini kengaytirishga juda ham katta o'rni bor. Shuning uchun mana shunaqa kitoblarni ko'p mutolaa qilib turaman. Vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Tayyor bo'lsangiz, endi bookmarklar sonini sanasak. Farruhda jami bookmarklar soni 8 ta. Muhabbatda esa bookmarklar soni 5 ta. Ko'rib turganingizdek bu shartimizda Farruh g'alaba qozondi.
Uchinchi shartimiz topqir topaloq deb nomlanadi. Bu shartga ko'ra sizlar topishmoqlarga javob berishingiz kerak. Qanunda boshladik. Farruh eshiting. Tugmalari oq guldan, qirlarda ko'k dasturxon, bahra olishar nurdan, mohir chevar kim ekan? Bu fasllarga aloqador. Bahor. Javobingiz to'g'ri. Ko'p qirrali to'rtburchak kerak bo'lar uy qursak. G'isht. Javobingiz to'g'ri. Endi navbat muhabbatga. Eshiting. Kelar baland tog'lardan, juda ham yiroqlardan, giyoh bitmas bepayon, sahrolarga berar jon. Ushbu topishmoqning javobi nima? Suv. To'g'ri. Zar gilam, zar gilam, ko'taray desam og'ir gilam. Yer. To'g'ri javob. Quyon emas uzun quloq, ot emas to'rtta tuyoq. Bu topishmoqning javobi hayvonlarga aloqador. Ushbu topishmoqning javobi eshak. Bu shartimizda do'stlik g'alaba qozondi. Endi esa navbatni 4-shartga beramiz. To'rtinchi shartimiz tezaytish deb nomlanadi. Bu shartga ko'ra sizlar ko'proq tezaytishga harakat qilishingiz kerak. Surayyo surmani ko'zingga surma. Surayyo surmani ko'zingga surma, 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 surayyo. Tolib tandir tagidan tanga topdi. 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 Uchinchi tezaytishimiz tuflining tagi tuproq, tozala tolib tezroq. 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 Farruh jami tezaytishni 17 marta takrorladi. Endi navbat muhabbatga. Surayyo surmani ko'zingga surma, marhamat. Surayyo surmani ko'zingga surma, 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 surayyo surmani ko'zingga surma. Birinchi tezaytishimizni 6 marta takrorlay oldingiz. Endi ikkinchisiga talat ta'tilda tanlovga tayyorlandi. 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 Talat ta'tilda tayyorlandi. Ikkinchi tezaytishimizni 8 marotaba takrorlay oldingiz. Endi navbat uchinchisiga. Tuflining tagi tuproq, tozala tolib tezroq, marhamat. Tuflining tagi tuproq, tozala tolib tezroq. 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 Muhabbat jami 3 ta tezaytishimizni 19 marotaba takrorlay oldilar. Ko'rib turganingizdek, bu shartimizda muhabbat g'alaba qozondi. Beshinchi shartimiz mutolaa zavqi deb nomlanadi. Bu shartga ko'ra sizlar oxirgi mutolaa qilgan asaringiz haqida gapirib berishingiz kerak. Qanunda boshladik. Yuqorida aytib o'tganimdek, har kuni kuniga 2 soat kitob mutolaasi bilan shug'ullanaman. Hozirda o'qiyotgan kitobim bu Otabek Hasanovning Liderlar kitobi hisoblanadi. Ushbu liderlar kitobini o'qishni boshlaganimga asosiy turtki bu o'sha liderlarga xos xususiyatlar aynan mana shu kitobda jamlangan. Mana shu sababli mana shu kitobni men o'qishni boshlaganman. Bu kitobdan hozirga qadar o'zimga juda ham ko'p xulosa chiqardim. Aynan har bitta hikoyasi o'sha kitobxonga juda ham katta motivatsiya beradi. Sababi kitobni Otabek Hasanovning o'zlari yozmagan, butun dunyodagi mashhur asarlar, hikoyalardan qisqa qismlarni yig'ib olganlar. Mana shu sababli kitob juda ham qiziqarli. Sizlarga ham ushbu kitobni o'qishni tavsiya etaman. Men O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlaridagi gilam paypoq qissasini hozirgi kunda mutolaa qilib boryapman. U qissa juda ham qiziq, uni o'qishlaringizni tavsiya qilaman. Mana qisqa fursatda ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun ham biz sizlarga bilim ulasha olgan bo'lsak, bundan shodmiz. Ko'rsatuvimiz so'ngida sizlarning ko'rsatuv haqidagi fikrlaringiz biz uchun qiziq. Marhamat. Zuko kitobxon ko'rsatuvi juda ham qiziqarli ko'rsatuv ekan. Ushbu ko'rsatuvga qatnashganimdan juda ham xursandman. Ayniqsa menga ikkinchi sharti tezaytish va topish sharti menga juda ham yoqdi. Sizlarni ham ushbu ko'rsatuvga taklif qilib qolaman. Menga Zuko kitobxon ko'rsatuvi juda ham yoqdi. Ayniqsa birinchi sharti she'r aytish sharti juda ham yoqdi. Vaqt oliy hakam deganlaridek, bugungi ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi ko'rsatuvlarda ham shunday qiziqarli onlarni kutgan holda xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.